Assalomu alaykum. Hurmatli YouTube kuzatuvchilari, konteyner profillardan tom navbat qurish xizmati. Hozirgi ishimiz Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumanida bo'lyapti. Xalq hashar yo'li bilan qabristonga navbat qurishyapti. Obyektimiz 34 ga 12,5 bo'lyapti. Ko'prikga layzik 100% konteyner profildan kraskalangan holatda shoda qotish jarayoni ketyapti mana. Chunki qot tayyor bo'lyapti, xudo xohlasa bu obyektimizni siliflari kransheyni o'zi bilan bo'lgan. Oldiga tunikafon qilinadi. Suv oldiga tushish ko'rinmasligi uchun firma ramzorasi 1,5 dan qo'yilgan. Xudo xohlasa tunika qotirish jarayoni ham bitgan holatini ham olamiz. Ko'rib turibsizlar. Tepadan ko'rinishini ham olamiz hozir. Yuqoridan ko'rinishi amaki o'tchayu. Bo'lmaydi. Ha, mana ko'prikga layzik qizil rangga bo'yalgan tayyor. Profil reykalarimiz 9 temirdan, baquvvat temir ishlangan. Fermalarimiz 8 dan bo'lgan. Ha, usta aka. Ha, kransheyni tayyor o'zidan chiqarilgan. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar, nomerlar qoldiramiz. Nasib bo'lsa, ertaga tunika qotilgan holatida ham olamiz. Mana aytganimizdek, tunika qotirish jarayoni ham xudo xolasa yakunlanyapti. Ishimizni oxirgi qismiga keldik. Degan mehnatimiz oxirlab ketsa degan umiddamiz. Kamchiliklar bo'lsa, qo'shimchalar bo'lsa, izohlarda qoldirasiz degan umiddamiz. Kimga shunday xizmatlar bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Xizmatimiz O'zbekiston bo'ylab. Kita mau ke